Bugun men sizga avgust oyida pensiya jamg'armasi orqali ko'pchilik kutayotgan juda muhim yangilik haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu masala nafaqat hozir pensiya olayotgan fuqarolarga, balki hali pensiyaga chiqmagan, lekin mehnat staji, ish haqi, nafaqa va ijtimoiy to'lovlari bo'yicha hujjatlari bor har bir kishiga tegishli. Chunki bitta kichik xato, bitta yetishmayotgan ma'lumot yoki vaqtida tekshirilmagan hujjat odamning oylik pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlarga avgust oyida yoqimli o'zgarish bo'lishi mumkinligini, kimlar pulini qayta hisoblatish kerakligini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini va eng muhimi, oddiy fuqaro amalda nima qilishi kerakligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning oilangizdagi ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingiz uchun juda kerak bo'lishi mumkin. Avval odamlar pensiya masalasida ko'pincha bitta narsaga ishonib yashardi. Pensiya bir marta tayinlandi, demak shu miqdor bilan davom etaveradi. Ko'pchilik pensiya tayinlangandan keyin uni qayta tekshirtirish, stajni aniqlashtirish, ish haqi ma'lumotlarini to'g'rilash yoki qo'shimcha hujjat topshirish mumkinligini bilmas edi. Ba'zan odam 30 yil ishlagan bo'ladi. Lekin tizimda faqat 24 yil ko'rinadi. Ba'zan ish haqi yuqori bo'lgan davrlar hisobga olinmay qoladi. Ba'zan bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish davri, chekka hududdagi ish, zararli sharoitdagi mehnat kabi davrlar noto'g'ri kiritiladi yoki umuman kiritilmaydi. Endi vaziyat asta-sekin o'zgaryapti. Pensiya jamg'armasi va tegishli idoralar ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. Ayrim holatlarda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ayrim fuqarolar uchun qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob yoki avval e'tibordan chetda qolgan huquqlarni tiklash imkoniyati paydo bo'ladi. Avgust oyida aynan shunday jarayonlar ko'pchilik uchun yoqimli yangilik bo'lishi mumkin. Kimningdir pensiyasi oshadi, kimdir qo'shimcha farq pulini oladi, kimdir hujjatini topshirib, keyingi oylardan ko'proq to'lov olishga erishadi. Men bu yerda eng muhim fikrni aniq aytaman. Har bir kishiga pul avtomatik keladi deb qo'l qovushtirib o'tirish to'g'ri emas. Ayrim toifalarda hammasi bazadagi ma'lumotlar asosida avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin ko'p holatda fuqaroning o'zi tekshirishi, murojaat qilishi, hujjatlarni to'plashi va o'z huquqini talab qilishi kerak bo'ladi. Pensiya tizimida eng katta muammo ko'pincha pul yo'qligida emas, ma'lumot noto'g'riligida bo'ladi. Endi kimlar e'tibor berishi kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqayotgan, lekin o'zi uzoq yillar ishlagan fuqarolar albatta tekshirtirishi kerak. Masalan, bir ayol 1995 yildan 2025 yilgacha turli tashkilotlarda ishlagan. Qog'ozda 30 yil mehnat qilgan. Lekin pensiya tayinlanganda bazada faqat 22 yil staj ko'ringan. Sababi eski tashkilotlardan biri yopilgan, ikkinchi tashkilotning arxivi boshqa joyga o'tgan, uchinchi davr bo'yicha buyruq nusxasi tizimga kiritilmagan. Natijada ayolning pensiyasi masalan 1 million 200 ming so'm chiqishi mumkin bo'lgan holatda 910 ming so'm atrofida belgilangan. Agar u hujjatlarni yig'ib yetishmayotgan 8 yilni tasdiqlatsa, pensiya qayta hisoblanadi va keyingi to'lovlar oshishi mumkin. Ikkinchi toifa, ish haqi yuqori bo'lgan davrlari hisobga olinmagan fuqarolar. Pensiya hisoblashda faqat ish staji emas, daromad ma'lumotlari ham muhim. Odam umrining bir davrida oddiy ishchi bo'lib ishlagan, keyin brigadir, muhandis, bosh hisobchi, direktor o'rinbosari yoki yuqori maoshli mutaxassis bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar aynan yuqori maoshli yillari hujjatda ko'rinmasa, pensiya past chiqadi. Masalan, erkak kishi 1980-2005 yillarda yaxshi maosh olgan, lekin o'sha tashkilotning ish haqi va domoslari arxivdan topilmagan. Keyin faqat eng kam ko'rsatkichlar asosida hisob qilinsa, u har oy 200-300 ming so'm kam olishi mumkin. Bir oyda bu kichikdek tuyuladi. Lekin bir yilda 2 million 400 ming yoki 3 million 600 ming so'm bo'ladi. 5 yilda esa bu katta pul. Uchinchi toifa pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Ko'pincha pensiya tayinlash jarayonida odam shoshadi. Hujjat topshiradi, natijani kutadi, birinchi pensiya tushganda xursand bo'ladi va shu bilan tekshirishni unutadi. Lekin men ekspert sifatida shuni doim aytaman. Pensiya tayinlangandan keyin ham hisob-kitobni ko'rib chiqish kerak. Sizga necha yil staj yozildi? Qaysi ish joylari kiritildi? Qaysi davrlar inobatga olindi? O'rtacha ish haqi qanday hisoblandi? Qo'shimcha imtiyozlar qo'llanildimi yo'qmi? Bularning hammasi muhim.
To'rtinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Ayrim hollarda oiladagi tarkib o'zgarsa, farzand o'yin tekis yoshga to'lsa, o'qishga kirsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, daromad holati qayta ko'rib chiqilsa, to'lov miqdoriga ta'sir qiladi. Bu yerda ham avgust oyida qayta tekshiruv yoki ma'lumotlar yangilanishi natijasida ayrimlarga qo'shimcha imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila farzandi kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, kerakli ma'lumotnoma vaqtida topshirilsa, to'lov davom etishi mumkin. Aks holda to'lov to'xtab qoladi yoki kechikadi. 5-toifa. Chet elda ishlagan, keyin O'zbekistonga qaytgan fuqarolar. Bunday odamlar ko'p. Kimdir Rossiyada, Qozog'istonda, Koreyada yoki boshqa davlatda ishlagan, lekin rasmiy mehnat shartnomasi, sug'urta badali, tarjima qilingan hujjatlar yoki tasdiqlangan ma'lumotnomalar to'liq emas. Chet eldagi ish davri har doim ham avtomatik pensiya stajiga qo'shilavermaydi. Lekin ayrim shartlar bajarilgan bo'lsa, xalqaro kelishuvlar yoki tegishli tartiblar asosida hujjatlarni ko'rib chiqish mumkin. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham qo'lida bor hujjatlarni tartibga solish kerak. Endi oddiy hayotiy misol orqali tushuntiraman. Farhod aka 62 yoshda pensiyaga chiqqaniga 2 yil bo'lgan. U 1982 yildan 1994 yilgacha zavodda, 1995 yildan 2008 yilgacha xususiy korxonada, keyin yana bir tashkilotda ishlagan. Pensiya tayinlanganda unga 20-28 yil staj hisoblangan. U esa kamida 36 yil ishlaganini biladi. Avvaliga davlat hisoblab bergan bo'lsa, shundaydir deb yuradi. Keyin arxidan eski buyruq nusxalarini, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni, ish haqi ma'lumotlarini topadi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Tekshiruvdan keyin yana 6 yil staj tasdiqlanadi. 2 yil bo'yicha esa qo'shimcha hujjat so'raladi. Natijada pensiyasi qayta hisoblanadi. Bunday holatlarda odam keyingi oylarda ko'proq olishi mumkin. Ayrim vaziyatlarda esa qonunda belgilangan tartibga qarab oldingi davr uchun ham farq pul masalasi ko'rib chiqiladi. Yana bir misol. Dilbar opa bolalarini tarbiyalagan, ayrim yillarda ish joyidan vaqtincha chiqqan, keyin qaytib ishlagan. U pensiyaga chiqqanda bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar stajga to'g'ri kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ayollar aynan shu masalada ko'p adashadi. Men uyda o'tirganman, demak bu davr hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda ayrim davrlar belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin. Buning uchun farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, nikoh hujjati, ayrim holatlarda arxiv ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'g'ri ko'rinsa, mehnat staji to'liq tasdiqlangan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari kiritilgan bo'lsa va pensiya jamg'armasidan yozma javob olgan bo'lsangiz, ortiqcha vahmaga tushish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtirib turishni maslahat beraman. Chunki tizimlar yangilanadi, arxiv ma'lumotlari raqamlashtiriladi, yangi tartiblar joriy qilinadi. Ayrim davrlar bo'yicha qo'shimcha aniqlik kiritiladi. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz ham, bu mavzu sizga aloqasiz emas. Aksincha, eng katta foydani aynan oldindan tayyorlangan odam ko'radi. Pensiya yoshiga yetganda hujjat qidirishni boshlash kech bo'lishi mumkin. Tashkilot yopilgan bo'ladi. Arxiv boshqa viloyatga o'tgan bo'ladi. Mas'ul xodimlar almashgan bo'ladi. Eski ish haqi vedomoslari topilmasligi mumkin. Shuning uchun bekin yoshdan boshlab har bir fuqaro o'z mehnat tarixini tekshirtirib borish kerak. Bu uyat emas, bu moliyaviy savodxonlik. Endi eng muhim nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik jihat. Hamma oshirilgan pensiya olmaydi. Avgust oyidagi yoqimli yangilik deganda hamma fuqaroga bir xil miqdorda qo'shimcha pul tushadi deb tushunmaslik kerak. Kimning hujjatida xato bo'lsa, kimning qo'shimcha staji tasdiqlansa, kimning ish haqi ma'lumoti to'g'rilansa, kimga qonun bo'yicha qayta hisoblash asosi yuzaga kelsa, o'sha odamda real natija bo'ladi. Kimning hammasi avvaldan to'g'ri hisoblangan bo'lsa, unda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki gap yetarli emas. Men falon joyda ishlaganman, hamma biladi. Rahbar meni taniydi. Qishloq ahli guvoh degan gaplar pensiya hisoblashda odatda hujjat o'rnini bosa olmaydi. Mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv javobi shartnoma, sug'urta to'lovlari, sud qarori yoki boshqa rasmiy dalil kerak bo'ladi.
Shuning uchun guvoh topishdan oldin hujjat topishga harakat qiling. 3-nozik jihat. Eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar ham tekshiriladi. Ba'zan yozuvda sana xato bo'ladi. Muhrni aniq tushgan bo'ladi. Tashkilot nomi qisqartirib yozilgan bo'ladi. Ishga kirish buyrug'i bor, lekin ishdan bo'shash buyrug'i yo'q bo'ladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Odam esa daftarchamda yozilgan-ku deb jahli chiqadi. Lekin amaliyotda hujjatning rasmiy kuchi, to'liqligi va ishonchliligi muhim. 4-nozik jihat pensiya qayta hisoblash uchun murojaat sanasi muhim bo'lishi mumkin. Ya'ni siz huquqingizni bugun bilib 3 oydan keyin murojaat qilsangiz, ayrim to'lovlar bo'yicha hisob-kitob ham murojaat qilingan sanaga bog'lanishi mumkin. Shuning uchun kutib yurmaslik kerak. Hujjat tayyor bo'lmasa ham avval maslahat oling, ariza topshirish tartibini so'rang, kerakli ro'yxatni yozib oling. 5-nozik jihat ortiqcha to'lov ham qaytarilishi mumkin. Ba'zan odamlar faqat oshirish haqida o'ylaydi, lekin noto'g'ri ma'lumot asosida ortiqcha to'lov olingan bo'lsa, keyinchalik uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, nafaqa oluvchi daromad holati o'zgarganini vaqtida bildirmagan, o'quvchisini yo'qotgan, farzand o'qishini to'xtatgan, lekin to'lov davom etgan. Nogironlik guruhi o'zgargan, lekin ma'lumot yangilanmagan. Shuning uchun pensiya jamg'armasi bilan munosabatda faqat foydali ma'lumotni emas, majburiy ma'lumotni ham vaqtida taqdim etish kerak. 6-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya mavzusi odamlarning ishonchi va ehtiyojiga bog'liq bo'lgani uchun men ichkarida odam bilaman. Pul bersangiz pensiyani oshirib beraman. Hujjat kerak emas. Hal kelib qo'yaman deydiganlar uchrashi mumkin. Men bunday gaplarga ishonmaslikni qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya faqat qonuniy hujjat, rasmiy ariza va belgilangan tartib asosida hal bo'ladi. Siz pul berib ishni tezlashtiraman desangiz, nafaqat pulingizdan ayrilishingiz, balki o'zingiz ham muammoga tushishingiz mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya yoki mehnat staji ma'lumotlaringizni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazi orqali yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Maqsad bitta. Tizimda siz haqingizda qanday ma'lumot turibdi, shuni bilish. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni, eski ish shartnomalaringizni, buyruq nusxalarini, ish haqi ma'lumotnomalarini, diplom, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, nogironlik haqidagi hujjatlar va boshqa asoslarni bitta papkaga jamlang. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, kerakli paytda topa olmaysiz. Ayniqsa eski yillardagi hujjatlarni alohida saqlang. 3-qadam, agar biror ish joyingiz tizimda ko'rinmasa, o'sha tashkilot hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuborish bo'lishi mumkin. So'rovda ishga kirgan va chiqqan taxminiy sanalarni, tashkilot nomini, lavozimingizni, familiya, ism, otangiz ismini, tug'ilgan yilingizni aniq yozing. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa, javob topish shunchalik oson bo'ladi. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga ariza yozing. Arizada mening pensiya hisob kitobimda falon davrlar inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Ushbu davrlarni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mazmunida yozish mumkin. Agar aniq hujjatingiz bo'lsa, nusxasini ilova qiling. Asl hujjatlarni imkon qadar qo'lingizda saqlang. Kerak bo'lsa ko'rsatib, tasdiqlangan nusxa topshiring. 5-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni oling. Bu juda muhim. Og'zaki aytib ketish yetarli emas. Sizda ariza raqami, qabul qilingan sana yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Keyin javob kechiksa, aynan shu raqam orqali so'rashingiz mumkin. 6-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, necha so'mga oshgani, qaysi sanadan qo'llangani, qaysi davrlar qo'shilgani aniq bo'lishi kerak. Agar rad javobi berilsa, nima sababdan rad etilgani yozilishi kerak. Hujjat yetarli emas. Arxivdan ma'lumot topilmadi. Qonunchilikka ko'ra asos mavjud emas kabi sabablar turlicha bo'ladi. Har bir sababga qarab keyingi harakat belgilanadi. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men har doim shuni aytaman. Janjal qilish shart emas, lekin huquqni bilish kerak. Sizda hujjat bor, dalil bor, qonuniy asos bor.
Lekin hisobga olinmayotgan bo'lsa, yozma tartibda e'tiroz bildirish mumkin. Bunday holatda malakali yurist yoki pensiya masalalarini tushunadigan mutaxassislardan maslahat olish foydali bo'ladi. Avgust oyidagi asosiy signal shuki, pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni befarq qoldirmang. Kimdir uchun bu oy shunchaki odatdagi to'lov oyi bo'ladi. Lekin kimdir uchun aynan shu oyda qo'shimcha imkoniyat ochiladi. Masalan, bazadagi ma'lumot yangilangan bo'lishi mumkin. Arxivdan javob kelgan bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash bo'yicha murojaat ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin yoki yangi tartib asosida ayrim toifadagi fuqarolarning huquqi aniqlashgan bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Pensiya bu shunchaki davlatdan keladigan pul emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, to'lagan badallaringiz, jamiyatga qo'shgan hissangizning natijasidir. Agar siz 35 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin hujjatda 25 yil ko'rinsa, bu oddiy raqam xatosi emas, bu har oy cho'ntagingizga kamroq pul tushishi degani. Agar yuqori maosh olgan davringiz hisobga kirmagan bo'lsa, bu kelajakdagi dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki nabirangizga beradigan yordamingizga ta'sir qiladi. Shuning uchun men har bir oilaga bitta oddiy ishni tavsiya qilaman. Bugun kechqurun ota-onangiz yoki yaqinlaringiz bilan o'tirib, ularning pensiya hujjatlarini ko'rib chiqing. Necha yil ishlagan, qayerlarda ishlagan, qaysi tashkilotlar yopilgan, qaysi hujjatlar yo'q, pensiya qancha chiqyapti, oxirgi marta qachon qayta tekshirilgan. Bularni yozib oling. Ko'p oilalarda aynan shu oddiy suhbatdan keyin katta masala ochiladi. Odamlar 10 yil oldin yo'qolgan deb o'ylagan hujjatni sandiqdan topadi. Eski hamkasbidan arxiv manzilini bilib oladi. Yoki pensiya hisobida xato borligini tushunadi. Yana bir muhim maslahat, hujjatlaringizni rasmga olib telefoningizda va alohida elektron joyda saqlang. Asl hujjat yo'qolsa. Rasm huquqiy jihatdan har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin, lekin hech bo'lmaganda qayerdan boshlashni bilasiz. Mehnat daftarchasi, pasport, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv javoblari. Pensiya tayinlash qarori. Hammasini tartib bilan saqlang. Demak, avgust oyida pensiya jamg'armasi bilan bog'liq yoqimli yangilikdan hamma bir xil miqdorda pul oladi deb o'ylash noto'g'ri. Lekin bu oy ko'pchilik uchun o'z pensiyasini tekshirtirish, xatolarni to'g'rilash, qo'shimcha stajni tasdiqlash va kelajakdagi to'lovlarni oshirish uchun juda muhim imkoniyat bo'lishi mumkin. Eng katta xato befarqlikdir. O'zi biladi. Keyin boraman. Mening ishim chiqmaydi deb yurish natijasida odam yillar davomida o'ziga tegishli pulni olmay qolishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida aniq tavsiya beraman. Hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Arizani yozma topshiring. Javobni talab qiling. Tushunmagan joyingizni so'rang va qonuniy huquqingizdan foydalaning. Bu ish bir kunda tugamasligi mumkin. Lekin natijasi har oy pensiyangizda ko'rinishi mumkin. Sizningcha pensiya hisob kitoblari oddiy odamlar uchun yetarlicha tushunarlimi yoki hali ham murakkabmi? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya olayotgan yoki pensiyaga yaqinlashayotgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta vaqtda ko'rilgan video odamga har oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin.